Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu mening bavosir kasalim bor edi. Payg'ambar alayhisalom menga aytdilar: namozni turib o'qi, tik turib o'qi. Qodir bo'lmasang o'tirib o'qi. Unga ham qodir bo'lmasang yotib o'qi dedilar degan hadisni Imron ibn Husayn rivoyat qilgan. Chunki u kishini shunaqa dardlari bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Rafiqul A'loga intiqol qilganlardan keyin bu kishining dardlari kuchayib yotib qoldilar. O'rinlaridan tura olmadilar. Sahobalar u kishiga uylaridan joy qilib bergan edi. So'riga o'xshatib ustidan xurmoni shoxini to'shab, yotgan joylarda hojatlarini ado qilish uchun bir ozgina teshib qo'ygan edilar. Chunki u odam shu tepaga qaragancha yotardi. Boshqa harakat qilish imkoni yo'q edi. Na o'tira olmasdilar u kishi, na boshqa qila olmasdi. Shu yotishlarda 30 yil yotdi, 30 yil. 30 yil davomida u kishi sabr qildilar va hadis rivoyat qildilar. 30 yil davomida u kishidan hadis o'rgangan odamlar huzuriga kelardi. 30 yil tepaga qarab yotardilar faqat. Orqalari botib ketmasin deb bir oz bu yoqqa ag'darib qo'yishardi u kishini. 30 yil sabr qildilar. Nolimadilar, noshukrchilik qilmadilar. Bir kuni huzurlariga ziyoratga kelishdi aka-ukalar. Ukasi, shogirdlarning ukasi yig'lay boshladi. Shunda Imron: "Nega yig'laysan? Yig'lama. Alloh menga mahbub ko'rgan narsa o'zining taqdirimda, men uchun ham mahbub" dedilar. Shuni Alloh taolo taqdirimga rozi bo'lib ko'rdimi? Shu men uchun shu narsaga men roziman. Men uchun mahbub bu narsa dedilar. Va yana beri kel dedilar. Quloqiga bir gap aytdilar. Men senga bir gap aytaman. Men dunyodan o'tkincha bu gapni hech kimga aytmaysan. Meni shu yotishimda har kuni huzurimga maloikalar keladi. Menga salom beradilar. Men bilan gaplashadilar dedi. Bu gapni haligi shogird Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu vafot bo'lganlardan keyin aytganlar. Imronni 30 yil dardga sabr qilganlariga Alloh taolo u kishini darajasini ko'tardi. Har kuni huzurlariga maloikalarni yubordi. Maloikalar u kishiga salom beradigan bo'ldi. Maloikalar bilan gaplashadigan bo'ldilar. Payg'ambarlardan boshqa insoniyat orasidan birgina Imron ibn Husayn radhiyallohu anhuning nomlari zikr qilinganda farishtalarning salomi bo'ladi. Mana hozir biz aytdik bu narsani, bir necha marta Imronning ismlarini farishtalardan salom ketyapti u kishining haqlariga. Bu ulug' daraja, bu darajaga Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu dardlariga sabr qilish orqali erishganlar.